Assalomu alaykum. Mening ismim Otajonova Dildora. Men Tadora Goods kompaniyasining asoschisiman. 8 yildan beri qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksporti bilan shug'ullanaman. Meva va sabzavotlarni Rossiya, Fransiya, Koreya, Bangladesh, Hindiston, Mongoliya kabi davlatlarga eksport qilib boryapman. Ushbu sohada o'zi juda ko'p muammolar bo'ladi va hozirgi kunda muammolarga yechim deb aynan kooperativlarni ko'ryapmiz. Ya'ni hozirgi kunda biz pomidor issiqxonalari egalari bilan birlashib kooperativ yaratyapmiz. Ushbu videoda biz quyidagi mavzular haqida aytib o'tamiz. Kooperativ bu nima? Kooperativga qo'shilishdan fermerga va dehqonga qanday foydasi bor? Kooperativga qo'shilgandan fermerdan nima kutilyapti? Qo'shilish uchun nima qilish kerak? Va oxirida aynan biz uchun, ya'ni eksportchi uchun qanday kooperativdan qanday foydasi borligi haqida gapirib o'tamiz. Qani boshladik unda. Birinchisi, kooperativ bu bir nechta dehqonlarni yoki fermerlarni yig'indisi. Lekin bizning formatimizda bu bir nechta fermerlar va dehqonlar bo'ladi va bir dona eksportchi ham qo'shiladi. Bu degani, masalan, tasavvur qilamiz, 6 ta 7 ta dehqon fermerlar va bitta eksportchi birgalikda yagona darchaga borib, ro'yxatdan o'tib, kooperativ ta'sischilari bo'lishadi. Yuridik tomondan aynan shunaqa formatda ishlash nazarda tutilyapti. Bunaqa formatda bizning hisob raqamimiz, ya'ni pul tushadigan hisob raqamimiz shu kooperativda bitta bo'ladi va kooperativ a'zolari biz hammamiz mahsulot sotilganda nech pulga sotilishini hammamiz ko'ra olamiz. Ya'ni biz bitta bir kichkinagina shunaqa fabrikaga o'xshab, ya'ni bitta oila, bitta fabrika bo'lib qo'shilib ishni yurg'izamiz. Ikkinchisi, kooperativga qo'shilishdan fermerga va dehqonlarga nima foydasi bor? Bu yerda bir qancha foyda haqida gapirib o'tsa bo'ladi. Birinchisi bu doimiy mijozlar. Bizlarda, masalan, menda O'zbekistondagi bo'lgan bir nechta supermarket tarmoqlari bilan, restoranlar bilan shartnomalarim bor. Ya'ni ularga mahsulotni postavka qilib bera olaman. Undan tashqari, aytib o'tgandek, 8 yillik eksport tajribam bor. Bu degani boshqa davlatlar bilan ham, qo'shni davlatlar bilan, Yevropa davlatlari bilan ham shartnomalarimiz bor. Va ularga ham biz mahsulotlarni yetkazyapmiz, ya'ni ular bilan ham shartnomalarimiz bor. Bu degani, hozir biz dehqonlar bilan, fermerlar bilan birlashganimizda общий объемni bilib o'tamiz. Masalan, va biz 20 sotixli dehqonlarni ham qo'shishga tayyormiz. 3, 4, 5 gektar issiqxona bor bo'lgan fermerlarni ham qo'shishga tayyormiz. Shunaqa qilib biz masalan 7 ta, 6 ta, 10 ta, 20 ta odam bo'lib umumiy hajmni ko'rib chiqamiz. Masalan, bizda umumiy hajmimiz 1000 tonna bo'lishi mumkin. Va biz ko'rib chiqamiz, masalan, oktyabr oyida hammamiz qo'shganda mashincha mahsulot bo'lishi mumkin. Masalan, haftasiga 7 tonna yoki haftasiga 20 tonna mahsulotimiz bo'lishi mumkin. Dekabrda deylik 30 tonna bo'lishi mumkin. Yanvarda deylik 40 tonna bo'lishi mumkin. Hammasini bir kalendar qilib qo'yib, chunib olib, shunga qarab biz mijozlarimiz bilan shartnomalarga qo'l qo'yamiz va postavkalarni shu kalendar bo'yicha qilishni boshlaymiz. Ya'ni bu tarafdan bizga qo'shilgan dehqonlar umuman xaridor qidirish bilan shug'ullanishmaydi, faqatgina o'zini mahsulotiga e'tibor berishadi. Undan tashqari, bilasizki, O'zbekistonda
fermerlarga, o'sha kichkina dehqonlarga, kichkina fermerlarga davlatimiz tarafdan juda ko'p yordam bor, juda ko'p subsidiyalar bor va masalan xalqaro tashkilotlardan har xil turli grantlar bor. Lekin odatda fermerlar, dehqonlar yoki bu grantlarni, subsidiyalarni olish bilan shug'ullanishga vaqtlari bo'lmaydi yoki bu haqida umuman, hattoki umuman bu haqida bilishmaydi. Shuning uchun именно mana shunaqa yig'indini ichida eksportchini ishi ushbu O'zbekistonda bor bo'lgan hamma subsidiyalar, grantlar, qanaqa masalan yordamlar bo'lsa, hammasi haqida bilib olish va kerakli narsalarni shu kooperativga tortib olish. Ya'ni qaysidir joyda qatnashadi, zayavkalarni topshiradi, qaysidir grantlarda masalan qatnashadi. Shunaqa qilib o'zlariga kooperativga yordam jalb qilib olishadi va bu nimaga yordam beradi? Bu masalan tan narxini tushirishga yordam beradi. Masalan qaysidir balki tashkilot o'g'itga sarflangan masalan 50% summasini qaytarib berishadi. Balki mana bilamiz, bizda sertifikatlarni, masalan xalqaro sertifikatlarni olsangiz, uni to'liq summasini davlat tarafdan to'lab berilyapti. Shu tarafdan masalan shu kooperativning ichida eksportchi aynan shu narsalarga e'tiborini qaratadi va shunday yordamlarni jalb qiladi. Uchinchisi bu mahsulotni qimmat sotish strategiyasi. Masalan deylik, birinchi sezonda biz nima deydi, fermer dehqonlarni mana yig'ib olamiz va ularda bor bo'lgan mahsulotlar bilan ishlaymiz. Masalan kimdadir pomidorni o'sha qizil sorti sal oddiyroq varianti bor, kimdadir cherryni o'sha qimmatroq variantlari bor, kimdadir pink paradise, kimdadir yana pushti sortlarni har xil boshqa turlari bo'lishi mumkin. Va masalan har bir pomidorda o'zini endi taxminiy narxi bor. Qaysidir mahsulot qimmatroq sotiladi, qaysidir mahsulot arzonroq sotiladi. Va masalan mana aytib o'tganimdek, bitta misol. Hozir O'zbekistonda Global Gap yoki organik xalqaro sertifikatlarini olsangiz, davlat tarafdan hamma mana rasxodlaringiz to'lab beriladi. Ya'ni masalan Global Gap sertifikati o'zi boshida ikkita anaqada pog'onadan sertifikat olish uchun ikkita pog'onadan o'tishingiz kerak. Birinchisi bu konsultantlarni chaqirasiz. Konsultantlar sizni joyingizga kelishadi, masalan issiqxonaga kelishadi, ko'rishadi, holatni ko'rishadi va Global Gap olish uchun qanaqa narsalarni qilib olish kerak, nima yetishmayapti bu joyda, o'zini bir anaqasini, fikrini bildirishadi va otchetini beradi sizga. Ikkinchi pog'onasi bu shu narsaga shu narsalarni ko'rib chiqib, masalan hammasini to'g'ri qilsangiz teplitsada, keyin o'sha siz ekspertlarni chaqiriladi va ular tekshirib sizga sertifikat berishni yoki bermasligini rezultatini berishadi. Va ushbu pog'ona masalan birinchi pog'onaga taxminan $10,000 ketadi, ikkinchi pog'onaga ham taxminan $10,000 ketadi. Ya'ni Global Gap sertifikati olish uchun taxminiy $20,000 ketadi. Va bunaqa qaraganda masalan dehqonlar даже juda masalan men ko'p fermerlar bilan uchrashaman. Juda ko'pchilik masalan 3-4-10 gektarga ega bo'lgan qimmat o'zi ko'p rasxod qilgan teplitsalar ham masalan men nima qilaman, shu Global Gap sertifikatini deb aytishadi. Masalan ular ko'rishmaydi foydasini. Lekin kooperativ bo'lib bitta sertifikat ham olsak, mana shu Global Gap sertifikatini biz masalan trader, eksportchi bu mahsulotni ancha qimmatroq sotishi mumkin. Chunki masalan O'zbekistonda mana deylik, boshqalarda masalan pomidorlar bor, lekin ular sertifikatsiz, sizda esa Global Gap sertifikati bor. Global Gap sertifikati bu vizaga o'xshagan narsa. Ya'ni masalan Yevropa klientlari masalan O'zbekistonning mahsulotini olishga shubhalanadi, lekin sizda Global Gap sertifikati bor bo'lsa, ular ko'rishadi-da, bo'ldi, sertifikatingiz bor ekan, unda точно hamma narsa yaxshi, olaveramiz deb yaxshiroq narxga sotishingiz mumkin. Ya'ni bu degani biz kooperativga siz qo'shilsangiz, biz birgalikda o'tiramiz, masalan har 10 kunda uchrashamiz, masalan shu kooperativ egalari, a'zolari har 10 kunda uchrashamiz va bir
strategiya yaratamiz. Ya'ni mahsulotlarimizni qimmatroq sotish uchun strategiyasini yaratamiz. Balki birinchi sezon hali o'sha variantda ketadi, ikkinchi sezon o'sha variantda ketadi. Uchinchi sezondan biz tayyorgarlikni ko'rib, o'sha sertifikatga ega bo'lamiz. Balki qanaqadir bitta zo'r upakovkaga, brend, ya'ni biz endi o'zimiz mahsulotimizni qanaqadir sort tanlab olishimiz mumkin. Qaysidir masalan boshqa davlatlardan spetsialistlarni, agronomlarni jalb qilib qanaqadir kuchliroq, ya'ni Pink Paradise'ga o'xshagan shirin sortni topib, lekin Pink Paradise juda ko'p viruslar bo'ladi, ya'ni kasal bo'lib qoladi, holatlari ko'p. Masalan, sal chidamliroq variantini topib, zato Brix'ini, ya'ni shirinligini kattaroq variantini topishimiz mumkin. Uni masalan birgalikda shu strategiyani yaratamiz. Va oxirgisi bu jamoatchilik. Baribir o'zi bu soha, ya'ni qishloq xo'jalik направлениясida shu sohada muammolar juda ko'p. Har bir issiqxona egasi buni biladi. Va biza hamma nima deydi, qiyinchiliklarni bitta o'zimiz o'tamiz. Qanaqadir jamoamiz yo'qda, bitta komandamiz yo'qda. Komanda bo'lganingizda, jamoa bo'lganingizda ancha osonroq. Tim bo'lsa siz masalan, mana rosa aylanaman-da, Toshkent viloyatlarida, masalan, Limonariy tarafda maydaroq teplitsalarni ko'rganman. Sal uzoqroqda Yangiyo'l taraflarda endi kattaroq, yaxshiroq teplitsalarni ko'rganman. Buxoroda, например, oynali teplitsa, eng qimmat variant teplitsalarni ko'rganman. Va bu odamlar birgalikda bitta jamoa bo'lganda hamma bir-biriga qanaqadir yordam bera oladi, tavsiya bera oladi. Kimdadir masalan bitta kasallikdan уже o'tgan biladi, qanaqa masalan yechimini biladi. Shunaqa qilganda baribir jamoatchilik bu juda ham kuchli narsa. Sizga qanaqadir qo'shimcha kuch beradi. Qanaqadir shu plan birgalikda endi yurish, birgalikda biznes qilish ancha osonroq bo'ladi. Shu narsa masalan shu tarafdan ham kooperativga qo'shilish bu yaxshi deb bilamiz. Endi uchinchi mavzuyimiz bu kooperativga qo'shilganda fermerdan nima kutilyapti. Endi deyarli birinchi o'rinda, hozirgi kunda birinchi o'rinda bu qo'shilganingizda shu ro'yxatdan o'tish. Ya'ni qo'shilmoqchimisiz, demak biz hammamiz yig'ilamiz, hammamiz yagona darchaga boramiz, dokumentlarimizni topshiramiz, как yuridik shaxs emas, как fizическое лицо, ya'ni o'zimiz fizическое лицо bo'lib boramiz, ro'yxatdan o'tib olamiz, kooperativ asoschilari bo'lamiz. Masalan, mana hozir birinchi kooperativimiz, xudo xolasa, taxminan shu 2 haftada ro'yxatdan o'tishni rejalashtiryapmiz. Lekin masalan har oymi, har 2 oymi yangi a'zolarni qo'shishga tayyormiz. O'zi kooperativimiz masalan hozir biza taxminan 7 ta odam bo'lib qo'shilishni rejalashtiryapmiz, lekin masalan 1 yil ichida, 2 yil ichida a'zolarimiz 50 ga yaqin, 100 ga yaqin bo'lsa, biz faqatgina xursand bo'lamiz. Bundan bizani kooperativimiz faqatgina kuchli bo'ladi. Chunki bizda shu ko'proq mahsulot bo'ladi. Biza ko'proq mijozlarga unaqa emas, kuchli mijozlar bizlar bilan ishlashni xohlaydi, chunki biz stabillik, katta ob'yom bera olamiz ularga. Shuning uchun qancha katta bo'lsa, shuncha kuchliroq bo'lamiz. Kooperativimiz shuncha kuchliroq bo'ladi. Demak, shu ro'yxatdan o'tish. Lekin bu mana birinchi sezondan faqat shu narsa kutilyapti, lekin ikkinchi sezondan уже masalan o'zi kooperativ deganda, klassik kooperativda hamma o'zini narsasi bilan kiradi kooperativga. Ya'ni masalan eksportchi o'zini shartnomalari bilan, to есть o'zini ular mijozlari bor, masalan supermarket zanjirlari, supermarket tarmoqlari, restoranlar, chet eldagi klientlar, mijozlar, eksportchi shu bilan kiradi. Fermer dehqonlar esa o'zini mahsuloti bilan kirish kerak. Ya'ni pomidor bilan kiradi, to'g'rimi? Lekin biz bilamiz, что birinchi sezondan balki fermerlar bunaqa formatda ishlashga tayyor bo'lmaydi. Ya'ni ular srazu masalan mahsulotini bersa, pul
darrov olishga tayyorlanadi, endi kutishyapti. Shuning uchun birinchisidan sizlardan faqat ro'yxatdan o'tish kutyapmiz. Masalan, o'sha klassik kooperativ formatda bu hamma o'zida nima narsa bor bo'lsa, o'sha narsa bilan kooperativga kiradi. Ya'ni eksportchida shartnoma bor bo'lsa, ya'ni mijozlar bilan shartnoma bo'lsa, u shartnoma bilan kiradi. Fermer esa o'zini mahsuloti bilan kiradi. Ya'ni hech kimga hali hech narsa to'lamaydi. Mahsulot o'sha bor narsa bilan mahsulot sotiladi, pul tushganda hamma o'zini pulini olib oladi. Lekin biz tushunib turibmiz, bu birinchi narsa, yangilik, hali hamma fermerlar, dehqonlar tayyor bo'lmasligi mumkin bunaqa formatga. Shuning uchun faqat birinchi sezondan biza to'lovni, ya'ni mahsulot chiqib ketishi bilan bu to'lov srazu qilinadi. Lekin xudo xolasa mana ikkinchi sezondan, uchinchi sezondan fermerdan, dehqondan yana shu aynan mahsuloti bilan kirishi kutilyapti. Endi ozgincha pul tarafdan ham aytib o'tmoqchiman. Mana odatda issiqxonachilar o'rtakashlarga mahsulotini sotadi. O'rtakashlar bir xilda srazu eksportchiga sotadi yoki bir xil ular boshqa o'rtakashga sotadi mahsulotini, u уже eksportchiga sotadi. Ya'ni o'rtada bir nechta vositachilar bo'ladi va hamma o'zini foydasini qo'yadi. Bu yerda esa bizning formatimizda esa fermerlar, dehqonlar va eksportchi birgalikda bitta yuridik shaxs va eksport to'g'rima-to'g'ri shu yuridik shaxsdan, kooperativdan chetga chiqib ketadi. Ya'ni bu degani chet el xaridoridan pul aynan shu yerga srazu to'g'rima-to'g'ri tushadi. Bu yerda o'rtakashlar yo'q. Shuning uchun kutilyaptiki, что bu yerdagi narx baribir o'rtakashlarning narxidan balandroq bo'ladi. Вот. Shuning uchun ham o'zi masalan mana boya aytganimdek, dehqonlar va fermerlar просто tak anaqa kirmaydi, mahsuloti bilan kirmaydi. Ular ko'proq foyda ko'rish uchun o'zini mahsuloti bilan kiradi, mahsulot chiqib ketadi. O'sha pul tushgandan keyin ular shu ko'proq foydani oladi. Вот, shuni evaziga, в общем, ular kirishi kerak. Lekin aytganimdek, birinchi sezondan unaqa davleniya bo'lmaydi. Hamma pulini srazu oladi. Keyin esa sekin o'sha klassik formatga o'tib olishga harakat qilamiz. Masalan, pomidorda siz o'rtakashga mahsulotingiz pomidoringizni masalan 20 ming so'mga sotyapsiz. Unda yashiklarga rasxod bo'ladi, ishchilarga rasxod bo'ladi. Shunaqa qilib taxminan 22 ming so'mga aylanyapti. Lekin o'rtakash eksportchiga уже 22 mingli narsani 25 ming so'mga sotishi mumkin. 25 mingga sotadi, eksportchi esa ushbu narxni o'zi keyin hamma o'zini rasxodlarini ham hisoblab oladi. Masalan, unga 6 ming, 27 mingga tushgan taqdirda u уже 20, endi давайте deylik, hozir kurs siz ko'rayotgan paytda videoni ko'rayotgan paytda har xil kurs bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozir bu yerda dollarga o'tib olaylik-da, tushunish uchun. Deylik, unga masalan 2 dollarga aylandi. 2 dollar 20 sentga aylanyapti. Bu eksportchi ustiga taxminan 30 sent, 40 sent qo'yishi mumkin. Va 2 dollar masalan 2 dollar 50 sent, 2 dollar 60 sentga sotishi mumkin. Ya'ni siz bu yerda boshida 20 ming so'mga sotayotgan narsangiz bu yerda o'sha 30 mingdan oshiqroq narxga sotilyapti. Ya'ni bu summa esa напрямую уже kooperativga tushadi. Shu tarafdan masalan yaxshi, lekin yana buni aytib o'tmoqchiman. Shunaqa qilib biz plavni sekin-sekin 5-mavzuga o'tib olamiz. Ya'ni eksportchiga nima foyda? O'zi odatda eksportchi eskicha variant ishlaganda, eskicha variant bu qanaqa variant? Bizga mijoz zakaz tushiryapti va biz dehqon, masalan, mana zakaz tushdi, menga pomidor kerak. Zakaz tushgandan keyin biz уже masalan fermer yoniga yuguramiz, mashinaga o'tirib yuramiz, mahalla gaplashamiz.
bizada masalan 5 kun bor. 5 kun ichida hamma narsani hal qilib olishimiz kerak. Dehqon tanlab olishimiz kerak. Yashiklarni tanlab olish kerak. Ish kuchini topish kerak. O'sha ayollarni upakovka qiladigan ayollarni topish kerak. Hamma narsani o'sha hal qilib olish kerak. 5 kun ichida o'sha proses boshlanishi kerak-da. Boshlangandan keyin 3 kun ichida mahsulot chiqib ketish kerak, furi chiqib ketish kerak. Tasavvur qiling, juda ko'p narsalarni, operatsion narsalarni siz juda ham qisqa period vaqtida topishingiz kerak-da, qilishingiz kerak. Конечно, 100% nimadir noto'g'ri ketadi. Nimadir yaxshi bo'lmaydi baribir. Qaysidir dehqon bilan masalan prosta kelishmovchilik bo'lib qolishi mumkin. Qaysidir korobkachi nimadir va'da beradi, vaqtida bo'lmaydi bu narsa. O'shim ko'p narsa nito bo'lib ketishi mumkin-da. Va tayyorgarchilik normalni ko'ra olmaysiz. Shuning uchun bir tarafdan eksportchiga yaxshi u ko'proq foyda qiladi, 30%, 40% foyda qilishi mumkin. Ikkinchi tarafdan stabilnost yo'q. Ya'ni doimiylik yo'q. Ya'ni masalan, vроде бы bitta narsadan kelishyapsiz, lekin oxirida masalan nimadir noto'g'ri ketadi, mahsulot chiqib ketadi, lekin qabul qilinmaydi. Sizga отказ beradi. Srazu masalan eksportchi pulini yo'qotishi mumkin. Yoki qisman yo'qotishi mumkin. Yoki o'rtaga masalan xaridor skidkani so'raydi. O'sha muammolar juda ko'p bo'ladi. Shuning uchun bu formatda hozir biz ishlasak, eksportchi уже 30%, 40% qo'ya olmaydi. U bo'lishyapti siz bilan. Eksportchi fermerlar bilan o'zini foizlarini berib yuboryapti. Masalan, o'sha siz hozir masalan o'sha 30 ming so'm, 35 ming so'm masalan, уже напрямую to'g'rima-to'g'ri fermerga tushsa, fermer orasida belgilanadi. Trader esa, eksportchi esa bu anaqadan summadan masalan 5% yoki 10%, maksimum 10% oladi, может 5% oladi. Uni уже как ichida gaplashilsa, masalan, qaror qilinsa shuncha oladi. Lekin, masalan, mana eksportchiman, 40% dan o'sha 5 yoki 10% ancha afzalroq. Nimaga? Chunki bu yerda doimiylik bor. Bizda постоянный, doimiy dehqonlarimiz bor. Shu dehqonda necha tonna mahsulot bor, qanaqaligini, biz birgalikda bitta kompaniyamiz, biz bitta bir kichkinagina fabrikamiz-da. Bu уже masalan qanaqadir narxlar oshadimi, pastga tushadimi, biz bitta lotkadamiz-da, bitta joydamiz. Biz birga anaqa ish tutishimiz kerak, ichki bozorga ham birga sotishimiz kerak, tashqi bozorga ham birga sotishimiz kerak. Masalan, bu уже bitta jamoatchilik bor-da. Shuning uchun bu yerda masalan, может быть 5% bo'ladi. No, biz объем orqali, eksportchi объем orqali ancha ko'p pul ko'rishi mumkin. Bu yerda 40% foyda bo'lishi mumkin, lekin даже bitta fura ham qilish ancha qiyin bo'ladi, постоянно nimadir nito ketadi. Shuning uchun bu nafaqat fermerga bu foydali narsalari bor-da, bu eksportchiga ham shu doimiylik. Biz o'zi stabilniy narsaga o'tib olishimiz kerak. Tushunib turibman, juda balki qaysidir fermerlarga, dehqonlarga bu yangilik yoqmasligi mumkin, to'g'ri kelmasligi mumkin. Bu chiqisi yo'q, ular eski formatda ishlashi mumkin. Bizga aynan shunaqa nima deydi, mana shunaqa lotereyadan charchab qolgan, bizga o'xshagan stabilniy sotuvni yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan dehqonlar, fermerlar kerak. Biz birgalikda mana shunaqa bitta jamoa bo'lib olamiz. Birinchi sezonda mahsulotlarni как minimum o'sha foyda bilan sotishga harakat qilamiz. Bir-birlarimizni уже yaxshiroq bilib olamiz. Qanaqadir o'sha strategiya, plan qo'yamiz, 5 yillik plan, 10 yillik plan. Siz shu kooperativni asoschilaridan, a'zolaridan birisiz. Va bu degani sizda уже bu masalan kooperativ masalan yaxshiroq bo'lsa, kattaroq bo'lsa, уже sizda bolalaringizga qoldiradigan narsa bor. Bu ham shu tarafdan ham bu yaxshi narsa, ya'ni nimadir doimiy narsani siz biz bilan birga quryapsiz. Agar sizga kooperativga qo'shilish, qiziqish bor bo'lsa, unda ushbu videoning tagidagi bo'lgan havoladan o'ting va bizning saytimizga tushasiz. Saytda yana ko'proq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin va saytning oxirida o'zingizni ismingizni va telefon nomeringizni qoldirasiz. Va biz sizga aloqaga chiqamiz va kooperativ haqida ma'lumot berib, sizni bizning jamoamizga taklif qilishimiz mumkin. Umumiy bu mavzu haqida savollaringiz bor bo'lsa, iltimos shu videoning tagida kommentariylarda albatta savollaringizni bering, biz kutib qolamiz va sizga albatta javob beramiz. Katta rahmat.